Assalomu alaykum. Attestatsiya savollaridan 4-mini testimizga yechim ko'rishni boshlaymiz. Birinchi savol: tenglamaning ildizlaridan biri mana shu tenglamaning ham ildizi bo'la oladi. Bunga ko'ra A ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar yig'indisi. Birinchi tenglamaning ildizlarini topib olamiz. Bu tenglamani yechsak bo'ladi. 4 bilan -1 chiqadi. Bular ikkinchi tenglamaning ham ildizi deyapti. Birinchi 4 ni qo'yib ko'rsak, birinchi holatda x ga 4 qo'yib yuboramiz. X ga 4 qo'yib hisoblasak 16 - 4 da -8. Hisoblab chiqamiz shu holatda. 12 barobar 4 ta bo'ladi. A teng 3 chiqdi bu holatda. Endi x ga -1 qo'yib hisoblaylik. 1 qo'sh, A qo'sh. Bu holatda A ni topadigan bo'lsak, -7 chiqdi. A ning qiymati 2 ta. Ularning yig'indisini so'rayapti. Javob -4. A javob. ABC uchburchakda AD bilan BY kesmani o'tkazildi. Ular F nuqtada kesishadi. Agar BD'miz DC'dan, CD'dan 2 marta katta bo'lsa, buni A desak, buni demak bemalol 2A deyishimiz mumkin. AF bilan DF teng bo'lsa, buni B desak, buni ham B deyishimiz mumkin. Berilganda BFD va AFG uchburchaklarining yuzalar nisbatini topish kerak. Buning uchun mana shu kesmalar nisbatini topib olishimiz kerak. Mini-Lie teoremasini qo'llaymiz. Mini-Lie teoremasini qo'llaymiz. Buni bunga nisbati, buni bunga nisbati. Boshlagan joyimizga qaytib kelamiz. Mana shuni qo'llaylik. Yozib olsak, SY taqsim YA ko'paytiruv B taqsim B ko'paytiruv 2A taqsim 3A teng 1 bo'ldi. Endi bundan SY taqsim YA ni topib chiqamiz. Bizda 3 taqsim 2 bo'ladi. Endi biz yana bir marta xuddi shu Mini-Lie teoremasini ikkinchi marta qo'llaymiz. Ikkinchi martasida. SY taqsim YA ni 3/2ligini bilganmiz ekan, demak buni 3S desak, buni 2S deb tursak bo'lar ekan-da. Bo'ladi. Ikkinchi marta Mini-Lie teoremasini qo'llasak, endi bu tomondan yuramiz. Qarang, boshqacha rangda qo'llaymiz. Buni mana yashil rangda bunga nisbati, buni bunga alohida chizaylik, yaxshiroq. Mini-Lie teoremasi bu tomondan qo'llaymiz endi. Buni bunga nisbati, buni bu tomondan. Mini-Lie teoremasini ikkinchi tomondan qo'llasak, yozib olyapmiz. Bu yer A edi, 2A edi. Hozirgina topdik 3S, 2S. Mini-Lie'ni qo'llaydigan bo'lsak, nima bo'ladi? Bu yerdan yozyapmiz. A taqsim 2A ko'paytiruv BF taqsim FY ko'paytiruv 2S taqsim 5S teng 1 ga. BF taqsim FY nisbatini topadigan bo'lsak, 5 taqsim 1 chiqadi. Bundan ko'rinib turibdiki, bittasini 5i n desa, ikkinchisi n bo'ladi. Bu yer 5n, bu yer n bo'ldi. Ana endi mana bu burchaklar tengligini qo'llaymiz. Alfa alfa. Bizda s nimalar nisbatini so'rayapti? BFD bilan AFY. BFD taqsim AFY ni topsak, 1 taqsim 2. Mana bu kesmalarimiz BBligi bor edi. 5 ta NB sinus alfa taqsim 2. Bunisi 1 taqsim 2 NB sinus alfa. Qisqarib ketadigan bo'lsa 5 chiqadi bizda. B javob. Videoni to'xtatib tahlil qiling. Mana shu yerda bitta Mini-Lie qo'llandi. Bu yerda qo'llandi Mini-Lie, keyin chiqdi. Grafikda y teng f(x) funksiya va unga A nuqtada o'tkazilgan urinma tasvirlangan. Bu burchak 60 bo'lsa, bu burchak ham 60 bo'ladi. Bu burchaklarga 30 dan qoladi. Bizdan mana shuni so'rayapti. X ga 3 qo'yib yuborish kerak. Birinchi bundan hosil olib x ga 3 qo'yib yuborish kerak. Birinchi o'rinda hoslab oladigan bo'lsak, birinchi hoslab olsak 1 qo'shuv j' x. Endi x ga 3 qo'yib yuboradigan bo'lsak, 1 qo'shuv j' 3 bo'ladi. X 3 qo'yib yubordik. Birinchi hoslab oldik.
Mana j shtrix nimaga teng hosil? Mana j shtrix bundan hosil olish kerak. Bundan hosil oldik. Endi j shtrix bundan hosil olsak nima bo'ladi? 1 qo'shuv j dan hosildan f shtrix x minus ko'paytmani hosilasi 1 ko'paygan f kvadrat x minusdan x minus 1 ko'paytiruv f kvadratdan hosil olsak 2 ta fx ko'paytiruv f shtrix x. Ana endi x ga 3 qo'yib yuboramiz. 3 qo'yib yuborsak 1 qo'shuv f shtrix 3 minus f kvadrat 3 qo'yib yuborsak minus 4 da 3 qo'yib yuboryapmiz. f3 f shtrix 3. O'zi bizda nima edi? f3 ning qiymati birligi bor. Mana bunday olib bordik, bu yoqqa yurdik mana. f shtrix 3imiz tanginus 30 gradusga teng. Bu 1 taqsim izosi 3. O'rniga qo'yib chiqamiz. f shtrix 3 o'rniga f3 o'rniga. f3 o'rniga 1 qo'yib yuboramiz. f shtrix 3 o'rniga 1 taqsim izosi 3 qo'yamiz. 1 qo'shib hisoblaydigan bo'lsak minus 3 taqsim ilzosi 3 qoldi. Bu minus ilzosi 3 ni beradi. S javob ekan. 4-savol yechim. Maktabning teatr sahnasi uchun tanlangan 20 qiz va 16 o'g'il boladan qizlarning 10 tasi, o'g'il bolalarning 6 tasi ko'k ko'zli. Ushbu teatr guruhidan bir kishi tanlandi. Bir kishi. Unga ko'ra tanlangan kishining o'g'il bola yoki ko'k ko'zli bo'lish ehtimoli necha? Biror narsani ehtimol topishda birinchi o'rinda mahrajda jami holat bo'ladi. Jami holat qizlar bilan bolalarni qo'shamiz. Jami holat 36 ta. 36 odamdan bitta odam tanlayapti. U o'g'il bola bo'lsin yoki ko'k ko'zli bo'lsin. O'g'il bola ya'ni o'g'il bolalarning 16 tasini tanlayveradi bemalol. Qizlardan 20 tasini tanlamaydi. Qizlardan mana qizlardan ko'k ko'zlini tanlaydi. Qizlar 10 tasi ko'k ko'zli. Demak, jami odam 36 ta. O'g'il bola yoki ko'k ko'zli degan uchun o'g'il bolalar ko'k ko'zli bo'ladimi? Ko'zning rangi muhim emas yoki degan uchun barcha o'g'il bolalar tanlash mumkin. Endi qizlardan faqat ko'k ko'zlini tanlaydi 10 tasini. 26 taqsim 36 ehtimoli. 13 taqsim 18 bo'ldi javob. 5-savolga yechim ko'rib o'tamiz. O'ng tomonga e'tibor bersak, bu bizda formulani beradi. 1 minus 2 ta sinus kvadrat alfamiz bu kosinus 2 alfani beradi. Kosinus 80 gradus bo'ladi. Endi bu tomonda sinus nima desak bo'ladi? 10 gradus desak bo'ladimi? X minus 20 barobar minus 1 ning kainisi ko'paygan 10 gradus plus 180 k bo'ladi. Gradus yozyapman. K ga 0 qo'yadigan bo'lsak, birinchi javob chiqadi. X 30 gradus chiqib qoldi. K ga 1 qo'ysak ham biz 0 u 2 pi kesmada yechishimiz kerak. K ga 1 qo'yadigan bo'lsak X teng 190 bo'ladi. K ga 2 qo'ysakchi 390 bo'ladi. Yo'q, buni tushmaydi. 0 2 pi da ikkalasi bor. Ikkalasining yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, javobimiz 220 gradus bo'ldi. Bu B javobga to'g'ri keladi. Silindrning balandligi 8 ga teng, asosiy radiusi 5 ga teng. Silindrning o'q kesimiga shunday parallel kesim o'tkazilganki, kvadrat hosil bo'lgan. Masalan, mana shu deylik. Silindr tasvirlab olamiz. Parallel kesim kvadrat deylik. Men misol uchun mana shunga o'xshashroq bo'lsin. Balandlik 8 bo'lsa, kvadrat hosil bo'lgach, bu yer ham 8 desak bo'ladi. Hosil bo'lgan kesim diagonalidan o'q kesimgacha bo'lgan masofa. Mana uni diagonali. O'q kesim o'rtadan o'tib ketadi. O'q kesimgacha bo'lgan masofa desa, masalan, mana bu silindr o'qi bo'lsa, masofa deyapti. Mana shu masofani topamiz. Tepadan qarasak juda ham oson bo'ladi. Aylana bo'ladi. Bu vatarimiz 8. Mana bu radius, bu
Bu ham radius 5 mana shu o'sha bizdagi x masofa bo'ladi. Yuqoridan qaradik. Teng yo'nalish burchak bo'lgani uchun 8 biz bemalol 4 deyishimiz mumkin. X 3 ga teng bo'ldi. Ajoyib. Teng yo'nalish trapetsiya yon tomoni 7 ga, diagonali 8 ga, o'rta chizig'i 4 ga teng bo'lsa, kichik asosini toping. Mana shu teng yo'nalish trapetsiya bo'lsin. Yon tomoni 7 bo'lyapti. Mana bu diagonali 8. Bizda xossa bor. Bitta balandlik tushirsak, hosil bo'lgan mana shu kesimamiz o'rta chiziq bo'ladi. Bu kesimamiz asoslari yig'inisini yarim bo'ladi. Bu tomonimiz asoslar ayirmasini yarim bo'ladi. Bizda o'rta chiziq 4 ga teng. Bu kesma 4 ekan. Mana bu yerdan h deylik. Ikkita Pifagor teoremasini qo'llaymiz. 8 kvadrat teng h kvadrat qo'shuv 4 kvadrat. Sistema 7 kvadrat teng h kvadrat plus u ayirmani yarimini kvadrat. Ayiramiz. A minus b taqsim 2 birligi ko'rindi. Bizda a plus b taqsim 2 miz 4 midi? Buni a 5 chiqyapti, b 3 chiqyapti. Kichik asos. Javob 3 ga teng. O'quvchi formula kitobchasidan o'ziga kerakli formulani qidirmoqda. 3 ta kitobchadan birinchisida bo'lish ehtimoli 0.6, ikkinchisida bo'lish ehtimoli 0.7, uchinchisida bo'lish ehtimoli 0.8. Eng kamida ikkita kitobchada formulaning bo'lish ehtimolini toping. Bizga ma'lumki, bo'lish ehtimoli p bo'lsa, q bo'lmaslik ehtimoli bo'ladi. Bu 1 minus p ga teng. Q1, Q2, Q3lar topamiz. Eng kamida ikkita kitobchada bo'lishi degani, kamida ikkita kitobchada bo'lish ehtimolini topish uchun mana nima bo'ladi? Bitta hech qaysi kitobda bo'lmasligi mumkin. Bitta kitobda bo'lishi mumkin, ikkita kitobda bo'lishi mumkin, uchala kitobda bo'lishi mumkin. Shu to'liq ehtimol. Kamida ikkita kitobda bo'lish degani bu ikkita kitobda bo'lsa ham bo'laveradi, uchta kitobda bo'lsa ham bo'laveradi. Nima qilamiz? Ikkita kitobda borini topamiz. P1, P2, Q3. P1, Q2, P3. Bu birinchi, ikkinchi kitobda bor. Bu birinchi, uchinchi kitobda bor. Bu ikkinchi, uchinchi kitobda bor. Va uchala kitobda bo'lsa ham bo'laveradi. Hisoblab chiqamiz. P1, Q2, Q3. O'rniga qo'yib chiqyapmiz. Hisoblaymiz. Hisob kitob, C javob to'g'ri. 9-savolda A va B vektorlar berilgan. C va D vektorlar orasidagi burchak kosinusini toping. 4 ta C vektor qo'shuv 2 ta D vektorimiz 2 ta A vektoriga teng. C qo'shuv 2 ta D teng B vektor. Bitta ayirib olsak 3 ta C vektor teng 2 ta A minus B. C ni topadigan bo'lsak 2 taqsim 3 A 1 taqsim 3 B bo'ldi. Endi shundan hozir C vektor birinchi topib olaylik. A vektorni 2 taqsim 3 ko'paytirsa 2 taqsim 3 2 taqsim 3 minus 1 taqsim 3 ko'paytiramiz minus 1 taqsim 3 1 taqsim 3 ayirsak 1 1 taqsim 3 C vektorining koordinatalarini topib oldim. Endi D vektor kerak. Bu sistemadan D ni topishimiz uchun ikkinchi qator yozyapti. Buni 2 ko'paytirib yozaylik. 2 ta C qo'shuv 4 ta D barobar 2 ta B. Birinchi qatorda pastdan yozaylik. 2 ta C qo'shuv D teng A. Ayiramiz. 3 ta D vektor teng 2 ta B minus A.
demak d vektor t ekan. 2 taqsim 3 b vektor minus 1 taqsim 3 a vektor. Hisoblaymiz. B vektor koordinatalarini 2 taqsim 3 ko'paytiramiz. A vektor koordinatalarini 1 taqsim 3 ko'paytiramiz. Ayirsak minus 1 u 1 taqsim 3. Bizda C vektor ham topildi, D vektor ham topildi. Orasidagi burchak kosinusini topishimiz kerak. Bitta yozaylik. Endi hisoblab olsak hozir kosinus alfa teng skalar ko'paytma 1 karra minus 1 qo'shuv 1 taqsim 3 karra 1 taqsim 3. Ildiz uzunlikni hisoblaymiz. Minus 4 taqsim 5. 0.8 bo'ladi. A javob bo'ldi. 10-savolga yechim. Rasmda berilgan ma'lumotlar asosida parallelogram yuzasini toping deyapti. Bu bizda h A tomonga tushirilgan, bu h b tomonga tushirilgan balandlik. Bizda formulamiz bor. ABCD parallelogram yuzasi, parallelogram yuzasi ikkala balandlikni olib ko'paytiramiz. Taqsim sinus alfa bo'ladi. Juda oddiy keltirib chiqariladi. 8 karra 9 taqsim sinus 60 gradus. Hisoblaydigan bo'lsak 48 ildiz 3 bo'ldi javob. B javob. Endi mana shu formulani isbotini ham ko'rib qo'yamiz. Keyinlar formulani qo'llashni o'rgandik. Misol uchun S barobar bizda formula bo'lyapti. A B sinus alfa, yana S barobar A H A, yana S barobar B H B. Nima qilamiz bu yerdan? A bilan buni topib turib, o'rniga qo'yib yuboramiz. O'rniga qo'yib yuborsak, A bilan buni ikkinchi qatordan topib qo'yib yuborsak, S barobar S taqsim H A, S taqsim H B ko'paygan sinus alfa bo'ldi. Bitta S bilan bitta S qisqaradi va proporsiya qilsak, mana 1 barobar S ko'paygan sinus alfa taqsim H A H B. Shu yerdan S ni topadigan bo'lsak, H A H B taqsim sinus alfa. Mana isbotini ham ko'rib qo'ydik biz formulani. Parallelogram uchun doimiy o'rinli, buni esda saqlab qolish kerak. Shu bilan berilgan testimiz to'liq yechimini ko'rdik. Shunga o'xshagan o'qituvchilar uchun attestatsiya imtihonida kerak bo'lgan savollarni o'rganish uchun bizning sahifalarimizga obuna bo'linglar. Telegramdagi, YouTube'dagi kanallarimizga obuna bo'lib, testlarda qatnashinglar, qiynalgan joylaringni ko'chirib olinglar, shunda yanada yaxshi bo'ladi.